Bugun men birinchi marta sizlardan yordam so'ramoqchiman. Meni tug'ilib o'sgan qishlog'im Toshkent viloyati Qo'ychirchiq tumani Gul qishlog'ida qurilayotgan masjid 5 yildan beri bitmayapti. Bu yerda aholidan pul yig'iladi masjid qurilishiga, lekin hammani sharoiti ham bu yerda zo'r emas. Shu sabab pul yetishmovchiligidan 5 yildan beri masjid bitmayapti. Hozir 7,5 ming dollar qarz va 20 ming dollar pardoz andoz ishlariga kerak. Qarzga yordam berish uchun o'zim ham ehson qilgani keldim. Lekin hamma ham o'zini sharoitiga qarab ehson qiladi. Hamma summani to'lashga o'zim sharoitim hozirda to'g'ri kelmayotgani uchun sizlardan yordam so'rayapman. Pul yetishmovchiligidan qarz va ustalarni ham ishlatishga pul yetmayapti. Shuning uchun atigi 2 dona usta ishlashayotgan ekan borganimda. Masjid 500 kishiga mo'ljallanib qurilgan. Har bittanglar yoningizda 1000 so'm tashlasanglar ham menimcha bitib ketsa kerak. Odamlar bu yerga kelib har namoz o'qishganda savobi sizlarga ham borib turadi. Yordaminglar tegib hissanglarni qo'shsanglar xursand bo'lgan bo'lardim. Pastda sizlar uchun karta raqam va telefon nomer qoldiraman. Qo'yninglardan chiqarib 5 ming, 10 ming tashlasanglar ham har bittanglarda ancha pul yig'iladi. Videoda ko'rib turgan insoninglar bo'lsa 1 yil deganda endi oyoqga turdilar. O'zim ham qarashaman, 7 etaj balandlikda kraska qilaman deb yiqilib tushganlar. Yordaminglarni ayamaysizlar deb umid qilaman.